Termiz shahrida dzyudo bo'yicha viloyat chempionati o'tkazildi. 2 kun davomida bo'lib o'tgan bellashuvda vohamizning shahar va tumanlaridan saralangan yosh dzyudochilar g'oliblik uchun kuch sinashdi. Musobaqa tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Yoshlar o'rtasida Termiz shahrida o'tkazilgan Surxondaryo viloyat chempionatida vohaning shahar va tumanlaridan saralangan 300 nafardan ortiq o'g'il qizlar ishtirok etishdi. Musobaqada o'g'il bolalar 7 ta vaznda bellashgan bo'lsa, xuddi shunday qizlar ham 7 ta vaznda bahs olib bordilar. Dzyudochilarning har bir bahslarini malakali hakamlar jamoasi boshqarib bordi. Aytish kerakki, oqilona olib borilgan mashg'ulotlar orqali salomatlikni mustahkamlash dzyudoning eng muhim vazifalaridan biridir. O'tkazilayotgan nufuzli musobaqalar, mashg'ulotlarda malakali murabbiylarning mehnati, yaratilayotgan sharoitlar ushbu sport turining ommaviyligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etyapti. Termiz shahrida tashkil etilgan viloyat chempionatining final bahslari ham qiziqarli kechdi. Murosasiz bellashuvlarda mashg'ulotlarda mahoratini oshirib borgan ustozlarning ko'rsatmalariga amal qilgan iqtidorli dzyudochilar g'alaba qozondilar. Tantanali taqdirlash marosimida g'oliblarga medal, diplom hamda esdalik sovg'alar topshirildi. Dzyudo turi bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanaman. Bugungi bellashuv sal qiyinlashdi. Men uchun bu oson bo'lmadi. 40 kilo vazn toifasida bugungi dzyudo musobaqasida birinchi o'rinni oldim. Ustozlarim tajribasi menga asqotdi va g'olib bo'ldim. Niyatim olimpiada chempioni bo'lish, jahon Osiyo chempioni bo'lish. Umuman olganda, bunday viloyat miqyosidagi musobaqalar yosh dzyudochilar uchun o'z mahoratini sinash, tajriba orttirish va kelgusida yuqori darajadagi musobaqalarda ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rish uchun muhim imkoniyat yaratadi. Malakali murabbiylar mehnati, zamonaviy mashg'ulotlar va sportchilar uchun yaratilayotgan sharoitlar esa Surxondaryoda dzyudoning yanada ommalashishiga xizmat qilmoqda.